Riyana ketdik. Kechirasan, Riyana balog'atga yetmagan. Uni faqat ota-onasi olib ketishi mumkin. Ammo ular Qayerda? qo'rqma Riyana, seni bu yerdan olib ketaman. Dadam meni jinni deb o'ylayapti. Doktor xotin bo'lsa Riyanani miyasi aynigan deb o'ylayapti. Balki shu narsa yordamida ularni ishontirarman. Nima qilib qo'yding? O'zbek multfilm HD Telegram kanali taqdim etadi. O'chirsang-chi. Nima bo'ldi? Sovuqning kuchlanish maydoni harakatda. Endi otamni ishontira olaman. Hozir otam kelib qoladi. Qochdik bu yerdan. Dada. Pol, uni ismi Jina. Dadam uni bizga qarab turish uchun yolladi. U menga raqs tushishni o'rgatyapti. Xayrli kun. Xayrli kun, Pol. Seni ko'rganimdan xursandman. Nega kech qolding? Dadang xavotirda. O'zi qani? Laboratoriyada. Kelishing bilan qo'ng'iroq qilishini iltimos qildi. Keragi yo'q, o'zim qo'ng'iroq qilaman. Salom. Meni ismim Alex. Seshanba kunlari shu yerda tushlik qilaman. Bugun nima pishirdingiz? Spagetti. Qarshilik juda katta. Haroratni pasaytir. Doktor Reynolds o'g'lingiz so'rayapti. Rahmat, Pol. Pol, bugun sal kechroq boraman. Sizga bir narsa ko'rsatmoqchiman kelganingizda. Birga nonushta qilamiz degan umiddaman. Jina bilan tanishdingmi? Ha. Iltimos sendan uni ortiqcha tashvishga qo'yma. O'chir. Pol, hozir tajriba ustida ishlayapmiz. Ertalab gaplashamiz. Omading bor ekan. Jinni spagettini boplarkan. Ovqat yeyishni bas qil. Riyanani kasalxonadan olib chiqish kerak. Hozir buni uddasidan chiqa olmaymiz. Shu ish bilan ertaga shug'ullanaylik. Pol, ovqatingni ye. Bitta shu enagadan siqilib turuvdim o'zi. Meni qarshiligim yo'q. Menga enagalik qilish. Alex. Boshqa ilojing yo'q, Pol. Yonar kukunni qanday tayyorlashni ayt. Hukmdorlarni yo'q qilish uchun yonar kukun kerak, to'g'rimi? Hukumat tepasiga o'zingiz chiqmoqchisiz, a? Aqlingga qoyilman. Vahshiylik. Hukmdorlar bu gapdan xabar topishsa, Ashkani sehrgar unvonidan mahrum qilishadi. Riyananing ahvoli nima kechadi? Hukmdorlar uni Polni olamdan qaytarishimga yordam berishadimi? Biron hamma narsani vaqt soati bor. Qayerda eding? Grivenni qo'liga tushdim deb o'yladim. Ularni adashtirib keldim. Meni yo'qotib qo'yishdi. Tezroq ye. Sehrgarlar qasriga borishimiz kerak. Bron. Qasr bu tomonda. Clayholga oilamni tashlab kelganman. Ularga nima bo'lganini bilmasdan hech qayerga bormayman. Uzoq aylanib qolmaymiz. Bron, biz ham sen bilan birga boramiz. Dadam meni bu yerda ko'rib qolsa bormi? Hech kim seni kelishga majbur qilmadi. Riyana shu palatada yotganda qayoqqa ketdi ekan? Qani u? Kechirasiz. Riyana qani?
Kecha u qochishga urindi. Alohida bo'limga o'tkazishga majbur bo'ldik. U hech narsa gapirmayapti. Balki men urinib ko'rarman u bilan gaplashishga. Hozir bandman. Iltimos. Yaxshi, do'stlaring shu yerda kutishsin. I'm scared. Get me out of this place. If I can get my father to agree, can Rihanna come home with us? I'm sorry. We can't release Rihanna until we find her parents. But they're not in this world. Where are they, Rihanna? I can't help if you won't talk to me. We'll have to tell them the truth. No, she'll never believe us. You can trust me. Baribir ota-onamni topolmaysiz. Chunki men yondosh olamdanman. Men sehrgarlar yurtidan kelganman. Quvvat yo'lagini hosil qilmasak, Riana uyiga qayta olmaydi. Pol, menimcha bugunga yetarli. Rianasiz hech qayoqqa ketmayman. U holda qo'riqlash xizmatini chaqiraman. Pol, meni bu yerga tashlab ketma. Ilojim yo'q, so'z berganman. You're not helping. Riyanani xom xayollarini tasdiqlamoqchimisan? Ammo bu bor gap. Telefon raqamini tashlab ket. Otang bilan gaplashaman. Meni miyasi aynigan deb o'ylayapsizmi? Hozir o'rta asrlar emas, Pol. Shifokorlar maxluq emas. My daughter. Qizim meni tushunadigan ona deb hisoblaydi. Rianani tezroq bu yerdan chiqarib olish kerak. Hazillashyapsanmi? U meni hayotimni saqlab qolgan. Uni tashlab qo'ymayman. Tushun. Faqat bitta yo'li bor. Kasalxonadagi monitorlarni o'chirib qo'yish kerak. Fikrimni darrov tushunding. Sovut. Xafa bo'lma. Dadam qaytsa yangi uy quramiz. Ha, o'g'lim. Tomiga esa kaptarlar uchun in yasaymiz. Qishloq atrofiga soqchilarni qo'ydim. Biron ko'rinishi bilan uni tutib kelishadi. Ish qilib shunday bo'lsin, aks holda qishloqqa o't qo'yaman. Chiqinglar. Yura qol. Bizni sehrgarlarni qasriga olib borishadi. Bu yaxshi-ku. Yana nima bo'ladi? Oyi, yopinglar. Arla. Griven. O'rmonda qolaversin. Bizga ikkisi ham yetadi. Aka, sizga juda yoqdimi? Ha, yomon emas. Turmushga chiqmagan ekan, so'radim. Dadamni xalati nega bu yerda yotibdi? Maktabga olib ketaman. Ertaga biologiya darsida kalamushlarni yorib ko'ramiz. Dahshat. Jina yaxshi ovqat pishirar ekan, to'g'rimi? Kris, bu gaping bilan nima demoqchisan? Hech nima. O'zim shunday aytdim. Yaxshisi foydali narsani o'yla. Bor, darsingni qil.
Hammasi joyidami? Yo'q. Hozir ko'rinishini o'zgartiramiz. Ushlab tur. Ishqilib, kasalxonadagi barcha asboblarni o'chirib qo'ymaylik-da. Qo'rqma, quvvat unchalik kuchli emas. Oxirgi umidimiz shu. Jim yot. Bizni eshitib qolishadi. Beshta kam 6 bo'ldi. Katrina, qo'ng'iroq qila qol. Eshitaman. Xayrli kun, men doktor Linni qiziman. Oyim xonada sumkasini qoldiribdi. Iltimos qarab ko'ring. Hozir bir daqiqa. Tur, ketdik. Maxsus bo'lim. Yopilmayapti. Nari tur. Shoshma. Yugurdik. Paul? Alex? Ular eshikni buzishyapti. Sovutni ho'l qilib bo'lmasdi. Endi ishlamaydi. Balki o'zimizni jinni qilib ko'rsatarmiz. Shunda qamashmaydi. Alex, hech kim bizni qamamaydi. G'alati odamlar xonamga kirib, keyin ana bu yoqqa qochib ketishdi. Rahmat. Xonangga kirib eshikni qulflab ol. Kechirasiz, xonim. Hech kim yo'q. Ana ular. Bu yoqqa. Eshikni oching. Politsiya chaqiraman. Politsiya kelmasdan qochib qolishimiz kerak. Mana bu yerda yo'l bor. U yerlarga kir choyshablarni tashlashadi. Yonib ketsa-chi? Esing joyidami, Alex? Choyshablarni nega yoqishadi? Boshqa narsa o'ylab topish kerak. O'ylab o'tiraveringlar, men ketdim. Eshikni ochinglar. Alex qani? Ishongim kelmayapti. Men tirikman. Tezroq qochdik. Sovutni ko'rib, hamshirani esxonasi chiqib ketdi. Dadamning mashinasi ko'rinmaydi. Hali ham laboratoriyada shekilli. Riyanani yashirib qo'yish kerak. Thank you for rescuing me. Both of you. Don't I get a hug? Well, actually, I mean, in our world, when a boy saves a girl, she usually gives him a big kiss. See you on your Ertagacha, Alex. Sen xudbinsan.
O'zbek multfilm HD Telegram kanali taqdim etadi. Xayriyat, yetib keldik. Shularni hammasi senikimi? Ha? Ularni ko'pligini. Bu kim? It's my mother. Meni onam. It's taken just Uni before so'nggi she died. surati. It's okay, Xavotir Rihanna. olma, Riyan. I'm sure Ota-onang Ron and o'zlarini I are himoya alright. qila olishadi. My dad will. Dadam seni albatta uyingga qaytara oladi. Va'da beraman. Hamma yoq tinchga o'xshaydi. Dada! Bu yerda nima qilyapsan? Tezroq yashirining. Xabarchi sizni qidiryapti. Oying bilan jalaqani. Afsungar Ashqa ularni qasrga olib ketdi. U uyimizga o't qo'ydi. Ashka bu qilmish uchun javob beradi. Qara, ana Bron. Xabarchini chaqir. Pol. Bu qanaqasi bo'ldi? Kristina kirmasin deb yopib qo'ygandim. Kecha gapingni eshitmaganim uchun uzr. Juda band edim. Men bilan nima haqida gaplashmoqchi eding? Let me get Hozir kiyinib olay. Seni pastda kutaman. Nega men haqimda aytmading? Xonamda qiz bola yotganini ko'rsa es chiqib ketadi-ku. Shu yerda o'tira tur. Unga sen haqingda gapirib beraman. Tuxumli non yaxshi chiqibdi. Juda mazali. Nonni qo'rishga usta ekan. Ovqat pishirishni yaxshi ko'raman. Dadam esa yeyishni. Tasodifni qarang. Hi, Jane. Xayrli tong, Jina. Xayrli tong, Pol. O'tir nonushta qil. Aka, endi har kuni shunaqa nonushta bo'ladi. Ovqatingni ye. Do'konga borib kelaman. Kechroq ko'rishamiz. Rahmat, Jina. Biz bilan birga ekaningizdan xursandmiz, to'g'rimi, dada? Ha. Ko'rishguncha, Jina. Menda nima gaping bor edi? Kristin, televizor ko'rging kelmayaptimi? Dadam bilan gaplashmoqchi edim. Please. Iltimos. Thanks. Rahmat. So, Dad, Dada, hozir aytadigan gaplarim balki sizga erish tuyular. Ammo Kristin, bu ko'rsatuvni yomon ko'rishni bilasan-ku, yangiliklarga olib qo'y. St. Matthew kasalxonasidagi kompyuterlar va signalizatsiyaning ishdan chiqishi tufayli $1000 ziyon ko'rildi. Hammasi bir zumda sodir bo'ldi. Politsiya hozir har bitta guvohni so'ra. Men bilan gaplashmoqchimiding? Kasetani chiqarishni unutibman. Kechirasan. Dadang meni ko'rishga tayyormi? Unga hech nima demadim. Kasalxonada kecha rosa ish ko'rsatibmiz. Meni uyimga jo'natadimi? Pol, bo'la qol, maktabingga tashlab o'taman. Hozir ketyapman. Qaytganimda gaplashamiz. Bu yerdan hech qayoqqa chiqma. Tushundingmi? Meni kiyimlarimdan olib kiy. Pol, qornim ochdi. Ketganimizdan keyin muzlatgichdan istaganingni olib yeyaver. it's the big. Oshxonada turgan katta oq shkaf. Tashqariga chiqma. Seni hech kim ko'rmasin.
kasalxonani vayron qilmay, Riyanani olib qochish mumkin emasmidi? Shunaqa bo'lib qoldi. Endi nima bo'ladi? Bizni qamab qo'yishadimi? Yo'q. Politsiya bizni topolmaydi. Bizni hech kim ko'rmagan. Dadangga Riyana haqida aytdingmi? Ulgurmadim. Qani u? Men uyimda. Bir o'zimi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Ajdardan qo'rqib ketdingizmi? Ajdar haqida ertak eshitishni istaysizmi? Qadim zamonlarda kichkinagina ajdar yashagan ekan. U uchishni bilmas ekan, chunki nihoyatda kichkina ekan. Nima qilishini bilmagan kichkina ajdar. Bu yoqqa kel. Syuzi buni hamma bajarish kerak dedi. Hozir emas. Tezroq yashirinishing kerak. Bo'la qol. Tezroq. Nima bo'ldi? Bir narsa qilmoqchi edim. Hammasini o'zim tozalab olaman. Xonangga bor. Bu, senga nima bo'ldi? Sen kimsan?